Assalomu alaykum. Kech bo'lishiga qaramasdan mador sho'rani oldin chiroyli qilib, pokiza qilib tozalab qo'ydik. Tozalikda baraka bor deyshadi. O'shaning uchun hayrajon kelamiz. Tinmadingmi 3 soat, 4 soat? Toza bo'lib qoldi. Yangilik London mador sho'rani nariq tarafiga ko'chib oldi. Qarayotgan bo'ldi. Menda besparati bo'layotgandi. Mana, ko'pki bo'ldi. Tozalab, pokizalikka harakat qilyapmiz. Mana, oldi tomondan ko'ringlar, 3 soat ishladik. Video olaman dedim, bundan oldingi holatini mana chista bo'lib qoldi. Xudo xolasa, yaqinda yangiliklar bo'ladi. To'g'risi, oshxonani ishi bunaqa oson ishmas ekan. Boshlovdik-ku, lekin oldin qilganim uchun ozgina tushunib turibman vaziyatni. Mana tandirlarimizni oldin ham chiroyli qilib qo'ydik mana. Mana mashq holatda yaqinda boshlanadi sonsa. Kamina ekandarim, yana bu tomon mana endi kassa bo'tda bo'ladi. Narigi tomon mana o'sha chista bo'ldi, tozalab qo'ydik. Chunki burchatgan usturasi bo'lib ketyapti-da. Mana. Mana to'qat qilinadi endi. Mana shu o'chaqda. O'tinlarni ham chiroyli qilib terib qo'ydik. Batta ham bas ishladik. Asbi ham yordam berdi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Poddeska qilib, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun xursandmiz. Salomat bo'linglar. Tozaligiga bitta qo'yib qo'yinglar.